Bo'laveradimi? Arzon qo'yib bermayapsizmi? Endi bo'lsa sizdan bo'lsa, xalqqa bo'lsin. Ro'za-oy Ramazon kunlarida sizdan bo'lsa, xalqqa bo'lsin. Dastavkalari ham vodiy bo'ylab ichida bo'lsin aka. Like'ni bossa, kommentariyaga bizga ham otangga rahmat degan so'z. Ana, yoshimiz 54-55 ga kirgan bo'lsa, bizga ham kerak o'sha so'zlar. Otangga rahmat deysa, buni bormi? Endi hammasini bitta joyga olaman deb telefon qilib qolibsa, bir qo'ra ekan, 10 dona ekan, qo'lni bering aka. O 5800 dan demang biz obunachilarga. 5,5 dan bo'ladi mana obunachilarimiz uchun. Assalomu alaykum, Vodiy kanali obunachilari. Mana bugun sizlar e'tiborlaringlar. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal bo'g'oz qo'ylardan chiqaramiz. O'zlaring ko'rib bahoni beraverasizlar. Tug'ishiga oz qolgan do'stlar, mana yillarda ham sobi yotibdi. O'zlaring ko'rib, birma-bir bahoni beraverasizlar. Bugun sizlar e'tiborlaringlar. 3 partiya qo'ylardan chiqaramiz mana. Qo'ylar serob aloqaga chiqaverasizlar. Bular to'liq ma'lumotini Abdurahmon akamizning o'zlaridan olamiz. Assalomu alaykum Abdurahmon aka. Tushunsiz, siz yaxshimisiz? Assalomat. Rahmat aka. Bo'g'oz qo'ylarim bor, arzonidan deb chaqiruvdingiz aka. Xudo xolasa mana keldik-da. Qo'ydik qo'ylarni endi. Ular dekanchalarga bo'lib qolgan bizga. Bundan oxirisini bir oy oldin, 2 oy oldin qo'yilgan. Bu yerda qo'y serob. Qo'y serob. Hozir 2 partiya, 3 partiya qo'yamiz. 2 partiya bo'g'oz. Bir partiya qo'chqor bor. O'zlaring ko'raverasizlar, hamma qo'rada qo'ylarimiz bor ekan. Bo'g'oz qo'y deysizlarmi, qo'chqor deysizlarmi, qo'zi deysizlarmi, 3 partiyasini chiqarar ekanmiz. Nomerlar yozib qo'yamiz. Navoqda kelib ko'ramiz degan akalarimiz bo'lsa, lakatsa tashlab berarlar. Aka. Qo'yanni kelib ko'rsa bo'laveradi. Bugunga 3 partiya chiqaramiz xolos ekan do'stlar. Endi bularga keladigan bo'lsa, bular zot qanaqa aka? Bular endi o'sha Qirg'izdan olib o'tgan joy, hozir Qirg'iz beki olib o'tgan joydan kelganmiz. Qirg'izdan olib o'tilgan joydan o'tilibdi mana akalar. Mana qirg'iz qo'ylar ekan do'stlar, o'zlaring ko'rib bahoni beraverasizlar. Yem hashagini yeb turgan, sog'ligiga hammasiga garantiyasi bor aka. Shayda yeb turgan qo'ylar. Shayda yeb turgan qo'ylar ekan mana. Kasali boshqasi yo'q. Bular son nechta ekan birinchi partiyani? Hammasi dikillab yuribdi. 10 dona ekan-a. Mana bo'ybasini ham o'zlaring ko'rib qo'yasizlar. Sap-sariq, chiroyli, sifatlisidan boqaman shunaqasidan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar, tanish bilishlarga. Bular yosh oyligi qanaqa ekan-da? Bularning yoshi aksariyati 4 tish ko'proq. Ikkitami 6 tishi bor. Ikkita 6 tish. 2 tish 4 tish ko'proq. 2 tish 4 tish. Oldi taxminan qanchalarda tug'atdi? Bitta sheriga tug'di bular. Bitta sheri tug'man bo'ldi o'zi. Ajratib qo'ydik, ona bolalar qo'shib qo'ydik. Ona bolalarga qo'shib qo'yilibdi do'stlar. Mana shu 15 kundan ichida tug'adi. 10-15 kunning ichida tug'ar ekan do'stlar. O'zlaring ko'rib birma-bir yillari ham sob yotibdi. Ko'piniki haqiqatan ham yilni osilib yotibdi do'stlar. Mana o'zlaring ko'rib bahoni beringlar. Tug'ishiga oz qolgan. Hop, endi Abdurahmon aka buni eng muhimi pulida tagapi. Biz obunachilarimiz hali yangi aka. Shu hamma o'zi aytayapti-yu, YouTube'da biz ham kuzatamiz. Buni 7, 6,5 demaymiz biz ham. Buni 6 ta. 6. Obunachilar bir qator ko'rib bahoni beraveringlar-chi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Endi baribir 6 deganlar bilan tushib berarlar. Qancha tushib berasizda biz obunachilarimizga bo'ladigan chiroyli qilib narx qo'yamiz uka, xudo xolasa. Bozordan arzon deb. Bizga endi dekanchalar bo'lib qoldi. Ya siz, men shuni ichidaman. Siz o'zingiz tushib beradiganingizni gapiring, keyin men obunachilarim uchun siz bilan bitta qo'l siqishib o'zim narx so'rab qo'yaman. 200 ming o'tib beraman. 5 million 800 mingdan do'stlar. Mana 6 million emas, 5 million 800 mingdan birinchi partiyamiz. Siz obunachilar uchun bitta qo'llarni ushlaymiz, narx so'rab qo'yaman. Agar ma'qul kelib qolsa, sraz aloqaga chiqaverasizlar. Chunki bunaqa bo'g'oz qo'ylar ko'p turmayapti. Internetga chiqishi bilan 1-2 soat demay sotilib ketib qolyapti do'stlar. Dastavkalarni qilib beramiz aka. Qolgan joylarga kelishaveramizmi? Mashina o'zi asl serob. Mashina serob, to'g'ri. Asos kelishdi. Toshkentgacha dastavkasi tekin o'sha 508 ichida. Hop. Akalar mana Toshkentgacha vodiy bo'ylab dastavkasi tekin ekan. Navoqda bitta, ikkita olamiz deysa-chi? Bitta olsa, endi buning ichida
Plyus minus var ha. Endi hammasini bitta joyga olaman deb telefon qilib qolibsa, bir qo'ra ekan, 10 dona ekan, qo'lni bering aka. O 5800 dan demang biz obunachilarga. Ha. 5,5 dan bo'ladi mana obunachilarimiz uchun. Yo, endi o'zi sirazi 200 o'tib qo'ydim, o kammi? Sirazi 200 o'tib qo'ydingiz. Endi biz obunachilarimiz arzonidan, zo'ridan kerak lekin degan obunachilarimiz-da mana. Men obunachilar nomidan 5,5 so'rayapman-da. Hammasini bitta joyga olinsa, 10 tasini bitta joyga shunday aloqaga chiqib. 100 o'tib bersamchi, 57 dan qilib bersamchi. 57 dan demang aka. Dastavkasi ichida mana 5,550 dan bo'ladimi? Vodiy bo'ylab. Men qarang, men siz ham 10 tas. Bunday qilamiz. Umarjon, siz bilan birinchi siz kanalingizda chiqishim. Endi meni YouTube'da o'zi asli ko'pchilik taniydi-ba, siz YouTube'da tanib telefonlashdi. Buni bor-ku. Like'ni bossa, kommentariyaga bizga ham otangga rahmat degan so'zlar. Yoshimiz 54-55 ga kirgan bo'lsa, bizga ham kerak o'sha so'zlar. Otangga rahmat deysa, buni bor-ku. Abdurahim tog'a kanali bor YouTube'da. Unga obuna bo'lishgan bo'lsa bor-ku. Buni 50 ming emas, 100 ming o'tib beraman. Hop, 5,600,000 dan dastavkasi ham mening bo'ynimga. Dastavkasi Toshkentgacha mana vodiy bo'ylab 5,600,000 dan aka. Bitta joyga olsa, barakasini bersa akalar. Aloqaga chiqib qo'yasizlar mana. Bir-biridan sifatli, bir-biridan chiroyli Qirg'izistondan o'tgan 5,600,000 dan bunaqa narx hali bo'lmagan do'stlar. Bu yoq rasprodaja bo'lib ketdi-yu. Bemalol aloqaga chiqib qo'yasizlar. 10 tasini bir joyga, bitta ikkitasini tanlab olaman, borib ko'rib olaman degan akalarimiz kelib, bemalol aloqaga aralashasizlar, lokatsiya tashlab beriladi do'stlar. Tanlab olinsa, plyus minusi bor ekan. E'tibor berib qo'yasizlar do'stlar. Endi sizlar e'tiborlaringizga ikkinchi partiyani chiqaramiz. O'zlaring ko'rib bahoni berib qo'yasizlar. Videoda o'tkazmasdan do'stlarga podlisa qilib qo'yamiz. Kanalimizga hali obuna bo'lmagan akalarimiz bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Akalar, mana ikkinchi partiyamizga qorasidan boqaman, kashtan variantidan boqaman deb turgan akalarimizga mana uylarda 2 oydan bir boqyap turgan ekan, lekin ikkinchi partiyasini ham sog'ligiga, boshqasi garantiyasini beraman ekan. Uyda boqyapman. Kecha yo bugun kelib qo'yoq bu uyda boqilyapti turgan qo'ylarim dedilar. O'zlaring ko'rib guvoh bo'lib qo'yasizlar. Buni soni nechta ekan aka? Bu ham 10 ta, ikkinchi partiyasiga mana 10 ta. Sifatli mana kashtan variantidan qorasidan bor ekan do'stlar. O'zlaring ko'rib bahoni beringlar mana. Birma-bir ko'rsatishga iloji boricha harakat qilyapmiz. Navodanda videoda qaytadan kamchilik bo'lib qolsa, aloqaga chiqasizlar, boshqatdan video syomkasini qilib tashlab berilaveradi do'stlar. Aka, bular yosh oyligi qanaqa ekan endi? 6-8 tish. 6-8 tish. 3-4-siga bor. 3-4-siga bor. 4ta 5ta bemalol bolani oladi. 4ta 5ta bemalol bolasini olsalar bo'lar ekan do'stlar. Qo'yni ko'rib turibsiz. Etini hammasini o sariqlar ham bu ham semiz eti. Bu turgan qo'ylarim. O'shanaqa ekan aka. Bor, sog'lig'idan o'zini 3 bori kelyapti. O'ta sog'lom qo'ylar. O'ta sog'lom. Tanlaydiganni tanlab olib turgan qo'ylar bular. Mana mashida turgan qo'ylar ekan do'stlar. Chicha pardozini qilib bersalar bor, bozordan yo'q beradigan qo'ylar. Prosta sal pardoz qilinmagan mana o'zlar boqib turganlar uchun pardozi qilinmagan. Soni 10 dona. Yosh oyligi 6-8 tish. 4 tishi yo'q-ya, bormi 4 tishi? Bitta ikkita 4 tishi. Aksariyat mana rostini aytgan yaxshi 6 tish ekan. Bitta ikkitasi 4 tish bo'lib qolmasa. Endi bular aka, bular ham sifatli chiroyli ekan-da. Yaxshin teryapman-da. O'shanaqa mana yeb ichariga boshqasi garantiyasi bor. Doktor qo'ymasa, sindirib qo'ymasa, bir hafta emas, 10 kun sinab olishaveradi. Bularni ham taxminan oldi qachonlarga tug'atdi aka? Mana 1,5 oy ichida hammasi tug'adi. Oldi 1,5 oy ichida tug'adi. Yelim sog'ib yotibdi ekan do'stlar. Chiroyli bo'g'az qo'ylar, soppa sog'lom mana, yugurib dikillab yuribdi, birotta nuqsoni, birotta kamchiligi yo'q mana. Oqsoyab turgani boshqasi. Garantiyasi mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, videolar chiqaryapmiz, olib borib, yo'qtirib qo'yib, u yoqni sindirib qo'ymasang, yeb ichishiga, boshqasiga garantiyasi bor akalar. Endi aka, bularni obunachimizga eng muhimi mana bir qator tanishtirib o'tdik. Soni 10 ta ekan, 6 tish, 8 tish ekan.
Eng muhim puli muhim-da. Boqaman deyap turgan obunachilarimiz uchun puli muhim. Bular ham o'sha sariqlardan ko'rinadi, bularni sariq trendda-yu. Ha, sariq trendda. Bularni ozgina o'tkib berasiz, a. Sariqlarni akalar videomiz boshidan ko'rganlar bo'lsa, 5 million 600 dan ketdi do'stlar. Sicha hayron qilib beraman dedi. Endi bundan o'tib beraman deyapti endi. O'z fikrlarini kommentariyada shaytiga kelganda kommentariyani yozib, nimadir jo'natib qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Siz obunachilar uchun bitta baho qilib ko'ramiz. Endi aka, ular qancha o'tib berasiz-da? 100 ming kam berishaveradi sariqdan. 5,5 milliondan. 5,5 milliondan do'stlar. Endi eti ham semiz, bo'g'ozligi ham yaxshi yaqin. Eti ham semiz, bo'g'ozligi yaxshi ekan mana. To'liq ma'lumot iloji boricha olishga harakat qilyapmiz. Aka 5,5 dan demang bularni. Qo'lni bering aka. Sariqlar haqiqatan chiroyli, bu ham yaxshi. Bo'yi, basti, eti hammasi yaxshi aka. Endi buni Lekin bozor haqiqatan siz aytganda 5,5 dan shunday olib chiqsangiz sotib berasiz 5,5 dan da bitta ham qolmasdan sotib berasiz. Lekin bu YouTube kanalimizga akamiz arzon qo'yib beradilar, bozordan arzon qo'yib beradilar deb aytinglar kelganmiz aka. Endi bunga 5,5 emas, 5 milliondan bo'ladimi aka? Hammasini 10 tani bir joyga olaman degan akalarimizga. Ya 5,5 deb siz ham oyoqtira olmang obunachilarimiz uchun-da. Bo'ldi 100 ming kam berishsa yana. 5,4 dan. Aka, bitta gapda obunachilar uchun hammasini bitta joyga olaman, bittasi ham qolmaydi degan akalarimiz uchun mana 5 million 200 dan bo'ladimi? Kamayib ketar unda, kamayib ketmaydimi? Ha, endi bozordan arzon qilaman dedingiz. 5,5 dan haqiqatan bozorga shuni chiqasiz, qolmaydi. Hozir haliginda 100 ming o'tib beraman. Bunda 200 ming o'tib beraman birdaniga yana. Birdan 200 ming emas, 300 ming o'tasiz bunda. Bo'pti ya, o'sha 5 million 200 dan bitta like bosishadi. Otangga rahmat deb yozishadi, sirazi aloqaga chiqishaveradi. Bo'ldi, bo'laveradimi? Arzon qo'yib bermayapsizmi? Endi bo'lsa sizdan bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Ro'za Ramazon kunlarida sizdan bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Dastavkalari ham vodiy bo'ylab ichida bo'lsin aka. Xolos, biz dastavka ichida endi boqib turganmiz sheyda. U olib kelib sotgan qo'ylarni olib kelib sotdik. Bular sheyda boqilib turgan. Ekodan ham o'tib qoldi bular. Mayli, bo'pti 5 million 200 dan juda arzon bo'lib ketmayaptimi? Xalqimiz uchun bo'lsa aka, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deydi-yu. Bitta bo'lsin siz obunachilaringizga. O'sha like-ni bosib Abdurahim tog'a kanaliga ham agar Abdurahim tog'a kanaliga obuna bo'lishgan bo'lsa, yana ham xayrini qilib. Vo, ana xayri ham bor. Xayri ham bor. Xayri ham bor. Qolgan joylarga dastavkasini kelishiladi aka, aloqaga chiqishaveradi bemalol. Bitta ikkitasini tanlab olaman deyishgan akalarimizga bitiramiz ularni ishini. Ularni ham ishini bitiraveramiz aka. 5 million 200 dan barakasini bersin aka. Aloqaga tezda chiqib beraverasizlar. Hali bunaqa narx yo'q akalar. Bugun aytdim-ku, rasprodaja bo'ladi narxlar dedim-ku. Manzilni eslatib qo'yamiz endi akalar. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on, Optimchilar qishlog'ida turibmiz akalar. Bemalol kelib ko'rib olaman. Ko'zim bilan ming marta telefonda ko'rgandan bir marta ko'zim bilan borib shuni ko'ray degan akalarimizga ekrandan nomerli aloqaga chiqasizlar, lokatsiya tashlab berilaveradi. Akalar, sizlar uchun ish vaqti 24 ga yetdi. Bu qo'ylar bu videomizda bugun 2-mart haftaning dushanba kuni 2026-yil. Navodan'da 3-mart kuni, 4-mart kuni, 5-bir haftadan keyin ko'rsalarga aloqaga chiqib qo'ysalaring bo'laveradi. Xudo xolasa qo'ylar serob ekan. Bu partiya tugab qolsa, nari partiyani yana sirazi o'rniga olib kelib qo'yarlar, aloqaga chiqaverasizlar. Bu partiyadan bo'lmasa, keyingi partiyadan shunaqa arzonlarda xudo xolasa sizlarga ham nasib qiladi akalar. Yana bolalarim bor ekan hozir. Imkon bo'lsa chiqaramiz, bugun bo'lmasa ertaga. So'rasa video qilib beraveramiz. Siz vaqtingizni olmaylik hozir. To'g'ri. Uni so'rasa video qilib beraveramiz. Bir ko'rsatib o'tib ketaman desangiz mayli. Videomiz davomida bitta yengil ko'rsatib, yana bolalarni ham qo'yamiz, prosta ular chiqarmaymiz do'stlar. Yana bolalar kerak edi degan obunachilarimiz bo'lsa, o'zimga telefon o'z ekrandan nomerlarga shuni aloqaga chiqasizlar, so'raysizlar, videosini tashlab beradilar akalar. O'shnaqa akalar, bir haftadan keyin ko'rsalangan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Endi sizlar uchun 3-partiyasini qo'yamiz do'stlar. Videomizda uzoqlashmay holatda videomiz yoqib turgan bo'lsa, bittadan like bilan bizni podдержка qilib do'stlarga podписка qilib qo'yasizlar. Akalar, bugun sotuvdaman. Hamma qo'ydan bor. Bo'g'ozini sariqidan deysizlar mana. Yana bola tug'andan deysizlarmi mana. Bolasi yonida turibdi mana bittasi. Yaqinda tug'ilgan ekan, yotibdi mana.
har xilidan bor ekan. O'zidan ko'rib bemalol aloqaga chiqib beraverasizlar do'stlar. Mana kashtan variantidan, qora variantidan, bo'g'oz qo'ylar kerak menga degan akalarimizga hamma variantidan bor. Bugun prosta 3 partiyasiz obunachilar uchun 3 partiya qo'yapmiz do'stlar. Mana bu yoqda ena bolalar ham turishibdi mana. O'zidan ko'rib bahoni beraveringlar. Aqda ham bor. Mana ena bola kerak deyap turgan akalarimizga ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana. Mana to'g'rilar bo'lar ekan do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yoqda ham ena bola do'stlar. Bo'g'oz bular ham bo'g'oz. Bunisi bo'g'oz. Qo'chqorlar. Mana qo'chqorlarimiz do'stlar. Qo'chqor kerak degan akalarimiz ham aloqaga chiqib qo'yishaveradi bemalol. Hamma partiyasidan bor ekan mana. Sizlar e'tiborlaringlar. Akalar mana 3-partiyamiz ya. Qo'chqorlar do'stlar. Qo'zin narxida berib yuboraman dajdilar. O'zingizlar ko'rib bahoni beraverasizlar mana. Son nechta ekan? 15 ta. Son 15 dona. Bu 3 oydan mana shayda vaqt Mana hammasi sog'lom. Prosta tashqariga olib chiqmadik. Tashqarida ular u yoqqa, bu yoqqa inchadan qo'radan chiqmagandirlar. O'shanga qo'rani ichida ham olaveramiz. Obunachilar xudo xolasa kam ko'st bo'lsa videosini tashlab beraverasiz dedik. Son 15 dona. Yosh o'ligi qanaqa ekan aka? O'sha yili bo'yi tish yorishga kelib qolgan. Qurbonlikqa haqiqiy tayyorlanadi. Qurbonlikka haqiqiy tayyor bo'ladi. Suyaklari yaxshi ekan do'stlar. O'zingizlar ko'rib bahoni beraverasizlar. Xudo xolasa qo'zi sezonda qo'zini pulidan beraman dedilar, narxini ham chicha yengil qilib beraman dedilar mana. Shishakka o'tib qolgan qo'chqorlar do'stlar. Anchadan o'tmaganiga ekan do'stlar. O'shanga u yoqqa bu yoqqa qochib ketgan odam ko'rganiga o'zlaring. Qo'ygan to'liq ma'lumotni yana ham olishga harakat qilaman. Bo'y basti ham yaxshi. Bo'y basti ham 80 plus 75 chiqib qoladi shekilli aka. 80 plus olsalaring bo'laverar ekan. Bemalol do'stlar. Son 15 dona. Agar bular pulini qancha deymiz endi? Pulini endi tortishib nima qilib o'tirmayman. Umarjon bularni 4,5 dan bo'lsa hammasini bir joyga berib yuboradi. Hammasini 4,5 dan bir joyga 15 dona. 15 donani bir Dastavkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatni. aqliga kelishamiz. Ana akalar 4,5 dan qo'zi narxida bo'lib ketdi. Ha, qo'zi narxida bo'lib ketdi. Qo'zi ham akalar 4 million 200, 4 million 300 bo'lyapti. Yemni zo'rlab beradiganmiz qurbonlikqa yaxshi baraka Ha, topamiz. yem ana akalar, yemni shuni borib bersalar ham bo'laradi, chunki shishakka o'tib qolgan yemni ko'taraveradi do'stlar. Prosta vaqt soatiga 10 ga qo'yib bersalaring, yem berishda ham masalan, o'zlar ham qo'y boqib turganlar o'zi biladi akalar. Vaqtida berilgan narsaga, vaqtida berilgan qarovga hamma narsa yaxshi o'zgaradi akalar mana. Qo'zini pulida bo'lib ketdi. 15 donasi 4,5 milliondan dastavkasi ichida. Bitta ikkitasini olaman deganlarga kelishtirib berasiz ana. Aloqaga chiqishaveradi mana. Bitta ikkitani olaman degan obunachilarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like dirsillab urib do'stlarga podpisa qilib, kanalimizga obuna bo'lmagan akalarimiz bo'lsa obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa bundan ham sifatli, chiroyli, arzon variantlardan siz obunachilar uchun chiqarishda davom etamiz.